Endi xo'p qanaqa qilib mana shu ishlarni bitirishimiz mumkin? IQ'mizni qanaqa ko'tarishimiz mumkin degan savol. Shu yerda bizga ikkinchi iqtibos kerak bo'ladi. Bu iqtibos kitobdan olingan, Anti-Mort kitobidan, Nasim Talebdan. Jabal al-Tariq 771-yil Marokashdan Ispaniyaga, keyinchalik Andalusiyaga bosib o'tishga ketyapti. Bosib o'tish uchun nima qilgan? Marokashdan kemada, endi Gibraltar to'sig'i bor, anaqasi bo'g'ozi bor. Gibraltar deyishiga mana shu Jabal al-Tariq sababchi, ya'ni Tariq tepaligi degani, tog'i degani, Jabal. O'shaning nomiga Gibraltar deb qo'yilgan. O'sha yerdan o'tgan kemada o'zini askarlari bilan, armiyasi bilan va o'tgandan keyin kemani yo'q qilgan. Va askarlariga speech deydi, o'sha gap etgan. U gapni yodlatishar ekan. O'rta Yer dengizi, o'sha Suriyada, Liviyada o'quvchilarga maktab darsliklarida yodlatar ekan. Nima degan desa, yigitlarim, orqangizlarda dengiz. Oldinglarda sizlardan anchagina ko'p bo'lgan dushman. Ya'ni xristian o'sha askarlar. Sizlarda qilich bilan jasoratdan boshqa narsa yo'q. Nima qilsanglar qilinglar degan. Bosib olishgan. Ya'ni juda oz askar bilan Ispaniyani bosib olishgan va bu ish tarixda juda ko'p marta bo'lgan. Xuddi shu ish Spartaliklar bilan ham bo'lgan. 300 dona askar bilan adashmasam Persmi yoki Doroga qarshi turishgan. Ya'ni Fors podshosiga qarshi turishgan. Nimadir ish bitirmoqchi bo'lsangiz, orqadagi kemalarni yoqib yuborish kerak, demak. Ya'ni doim bizda B variant bo'lishi bu bizning ishlarimiz o'xshamasligiga garantiya degani. Qachon biz biznes boshlab qo'yib, lekin oylikka ishida ham ishlayotgan bo'lsak, ikkalovini ham zo'r qilmaymiz. Bizni biznesimiz mayli o'xshasa o'xshamasa yo'q, chunki oylikka ishim bor kontda turibdi-ku deymiz. Qachonki bizni ishongan odamimiz bor, bir kattaroq joyda ishlaydi yoki puli ko'p yordam berib yoradi. Biz hech qachon yaxshiroq pul topishga, o'zimiz ishimizni zo'rroq qilishga harakat qilmaymiz. Aka qutqarib oladi, jeb bo'lmasa o'sha bor-ku deb qo'yamiz. Qachon bir odamning hassasi bor ekan, yosh bolani, u yurishni o'rganmaydi. Nimaga juda ko'p o'quvchilarimiz menga aytadi, ya'ni juda ko'pchilik chet elga borib, boshqa davlatga borib keyin qanotlari chiqib ketib qoladi. Tushunadi, unga yordam yo'q endi. Unga yordam yo'q, uni qo'llab-quvvatlaydigan odam yo'q. Musofirchilikni ko'rmaguncha musulmon bo'lmaysan deydi. Shuning uchun. Chunki inson boyagi qanot ichida ikkita hassasi bo'lgani uchun yugura olmaydi. Hassa bilan yugurib ko'rganmiz? Yugura olmaysiz. O'shaning uchun ham o'zingizni burchaga tiqqaningizdan keyin ana shunda yo'l faqat oldinga qoladi. Bu yerda ham xuddi shunaqa iqtibos bilan tugatgan. Hech qachon dushmaningni orqasini devorga taqama deydi. Laycha kuchu, qo'rqoq kuchu, bir tishlamaydigan beozor kuchuni burchaga taqasiz, oldidan to'sib kelasiz, oxirga taqaysizda, umuman hujum qilmaydi. Qo'rqoq kuchlar bo'ladi, laycha deymiz. O'sha kuch hujum qiladi. Men buni ko'rganman. Hattoki tovuq ham hujum qiladi. Tovuq qanaqa qo'rqoq emasam-da, u ham hujum qiladi. Chunki endi boshqa chorasi yo'q uni. U yashash kerak. Tirik qolish uchun unda boshqa variantlar bor edi. O'ngga qochib ketmoqchi edi, chapga qochib ketsa bo'lardi. Endi qocha olmayapti. Endi hujum qiladi. Mana bu burchakka taqalish deydi. Nimadir ishni bitirmoqchi bo'lsangiz, burchak, ya'ni shundan boshqa narsa qoldirmaslik kerak. Shu ishni qilmaslik sizni o'sha o'lish bilan barobar bo'lish kerak. Mayli obro'yingiz o'lsin, mayli pulingiz o'lsin, mayli asabingiz o'lsin, lekin tamom bo'lishingiz kerak. Misol uchun men zalga chiqishni nima qanaqa bog'lab qo'yganman. Har kun ertalab zalga chiqishi burchakka taqash orqali. Doim men bilan chiqadigan odamlar bor va u 2-3 ta odam. Ya'ni albatta men chiqmasam ular ham chiqmaydi yoki ular chiqmasa men ham chiqmayman, bir-birimizga bog'liqmiz. Agar bu bo'lmaganda nima qilgan bo'lardim? Farazan. Ya'ni trenerga pul to'lab qo'yardim va 1 yillik abonement olib qo'yardim va unga trenerga agar men chiqmasam senga keyingi oy pulini to'lamayman derdim. Ya'ni men uni burchakka taqardim va u meni burchakka taqardi. Yoki ko'p yozishni xohlasam nima qilgan bo'lardim? Men aytgan bo'lardim, men bo'ldi, mana yozaman insho va u inshoyimni men endi sotaman derdim va o'sha sotganimdan kelgan puliga ham bitta xarajat topib qo'ygan bo'lardim. Va bir odamni oldida
bir ishni qachon bajargan bo'lardim. Ko'pchilikning oldida va'da berib qo'ysam, men qilaman bo'ldi mana shuni deb, ya'ni buni qilmaslik uyat bo'lsa. Qachon men biznes yurib ketishiga harakat qilgan bo'lardim. Qachonki men u yerda $1000 bo'lsa ham, $2000 bo'lgan bo'lsa ham pul tikkan bo'lsam, o'zimni pulim kirgan bo'lsa, shuning uchun talab etadi. Men ishonmayman deydi. Oylikka olingan odamlar dunyoni yaxshilashiga deydi. Har doim skin in the game, ya'ni teri qo'shilgan bo'lish kerak deydi. Qachonki odam ozgina bo'lsa ham puli, mehri, vaqti qo'shilgan bo'lsa, ana shundagina u yaxshi deydi. Mana shuni teri qo'shilish deydi. Ana shu burchaga olib boradi. Nimadir ishni bitirmoqchimisiz, burchaga olib borishingiz kerak. Mana men budilligimdan misol olaylik. Alarm degan dastur ishlataman. Mana shu hozir linki ham chiqadi, rasmi ham chiqadi. Oyga $7, 75 ming, 80 ming so'm. Lekin shu dastur uyg'otish bo'yicha haqiqiy master klass bo'lsa kerak, burchaga tiqadi. Ya'ni matematik misol beradi. Undan keyin har xil topishmoqlar beradi. Undan keyin shkop yonidagi QR kodni borib skaner qilgin deydi. U turib yurasiz. Keyin 3 daqiqadan keyin yana chiyillaydi, uyg'otmaganga qo'ymaydi. Telefonni o'chirib qo'ysangiz pul yechib oladi kartangizdan. Ya'ni sizni burchakka taqab shu mani uyg'otyapti. Mana shu budilnik hozir, ya'ni juda ham katta yordam beryapti. Bundan oldin hamma narsa sinab ko'rdim, lekin iloji bo'lmadi. Xo'p, mana shunaqa qilibgina biz bir narsaga rostdan ham erishishimiz mumkin, ya'ni plan B ni yo'qotib olish. Bir odam bilan qachon do'st bo'lasiz? Boshqa do'stlarga variant qoldirmasangiz. Bir kitobni qachon o'qib tugatasiz? Hamma kitobni yig'ishtirib tashlab, faqat shuni qoldirsangiz. Bir ishni qachon qilasiz, bitirasiz, tugatasiz? Anchadan berayotgan ishingiz bor. Shu ish yoki zerikish. Insonga zerikish juda ham og'riqli, to'g'rimi? Mana sizda videolarni kechikayotgan bo'lsa, shuni qilaman yoki faqat zerikaman, boshqa variant qoldirmayman. Mana shundagina odam aniq qiladi, ya'ni ishini bajaradi. Menda Readwise'da 1120 kun bo'ldi strike. Nimaga? Chunki boshqa qiziq narsa yo'q meni telefonimda. Ya'ni Instagram yo'q, Telegram yo'q, YouTube yo'q, Twitterga 7000 ruxsat bor. Mutlaq yo'q. Menda eng qiziq narsa menda o'qigan kitoblarimdan o'sha takrorlash. Shuning uchun ham kiraman. Burchakdaman.